Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Kambojadan qaytarilgan Uyg'urlardan Musa Mehmet 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoy hukumati 2009 yil 12 oyning 19 kuni 20 nafar Uyg'ur siyosiy panohlanguvchini Kambojadan qaytarib ketgan edi. Shuningdan buyon xalqaro kishilik huquq tashkilotlari mazkur 20 Uyg'urning oqibati haqida Xitoy hukumatidan ko'p qatim ma'lumot talab qilgan. Lekin Xitoy buning hammasiga quloq yo'pirib kelayotgan edi. Yerlik aholilardan egallashimizcha Musa Mehmet Uchturpanning Oqyor yezi 15 kentidan to'liqsiz ma'lumotlardan qaraganda Qashqar o'tir sud mahkamasi o'tgan yil 10 oyning 20 kuni sud etib uningga 17 yillik qamoq jazosi bergan. Ma'lum bo'lishicha Musa Mehmetning navbati Turpanning Daxiyan turmasida jazo muddatini o'tayotganligi ma'lum. Radiomizga yaqinda Urumchidan kelgan inkaslarga qaraganda Urumchida elib berilayotgan kapilik mahallalarni chiqib tuzash harakati texmo jiddiy tus olgan. Bu jarayonda chiqish doirasi kengaytirilib, kapilik uylardan ko'nroq ijoralik uylar va oilik binolarmi chiqilishga boshlagan. Urumchidagi Otbeygi maydonida o'ltirishliq bir yosh tijoratchi o'z mahallasidagi selinғili texi uzun bo'lmagan uylarning bu yillik chiqish planiga kirgizilganligini, o'ltirishliq aholining asosligi tijoratchi Uyg'urlar ekanligini bildirdi. Xitoy doiralari 2009 yildagi 5-iyul voqeasidan buyon Urumchidagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan mahallalarni har xil bahonalar bilan chiqib Uyg'urlarni qo'g'lashga boshlagan edi. Amerikadagi kishilik huquqni kuzatish tashkiloti yillik dokument e'lon qilib, 2011 yili jarayonida Xitoy kishilik huquq vaziyatida chekinish ko'rganligini bildirdi. Dokumentda Uyg'ur vaziyatiga alohida o'rin berilgan bo'lib, Xitoy doiralarining jamiyat muqimligini qo'g'dash nomida Uyg'ur eli qatorliq rayonlarda yuqori chekdagi besim siyosati yurgizishni izchillashtirayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokumentning Uyg'urlarga qartilgan qismida yana 2009 yildagi 5-iyul namoyishining Uyg'ur elining navbatdagi vaziyatiga hali ham ta'sir ko'rsatib turayotganligi ko'rsatilgan. Dokumentda mundaq deyilgan: Hukumat namoyishdan keyin tutilgan Uyg'urlarning tutilish sabablarini izohlamadi yoki tutqunlarga yurgizilayotganligi ilgari surilgan qattiq qiyin-qistoq va tan jazolari ustida tekshirish ilib bormadi. Dokumentda 2011 yili 18-iyul Xotanda yuz bergan Navaq vaqasi va 30-31 iyul kunlari Qashqarda yuz bergan Yangi bozor vaqasi haqida uchurlar berilgan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu, Dünya Uyghur Qurultayı muavin raisi, Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati boshlig'i Seyit Tömtürk va tashkilotning bosh katibi Ablikim Salchiqni qabul qildi. 1-oyning 22 kuni Qaysari Erciyes mehmonxonasida elib berilgan uchrashishda Seyit Tömtürk Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan tayyorlangan dokladni Ahmet Davutoğlu'ga topshirgan va chet eldagi Uyg'ur davosi haqida ma'lumotlar bergan. Suhbat 30 minut davomlashgan. Uyg'ur vakillar Ahmet Davutoğlu'ga Yengsar tumiqi sovg'at qilgan bo'lib, u o'zining Qaysari ziyorati jarayonida tumoqni beshidan olmagan. Tumoq haqida so'ragan muxbirlarga bu Uyg'ur qarindoshlarning milliy tumiqi deb javob bergan. Pakistan Ichki ishlar ministrligi Umar Uyg'ur vaqfining oliy sudga sungan arziga javob qaytargan. Pakistan Ichki ishlar ministrligi o'tgan yili Pokistondagi Umar Uyg'ur vaqfini qora tizimga kirgizib, mazkur tashkilot a'zolarining chet elga chiqishiga cheklama qo'ygan edi. Buning bilan mazkur tashkilot mas'ullari Ichki ishlar ministrligi ustidan Pokiston oliy sud mahkamasiga arz sungan. Qonuniy tartib bo'yicha yaqinda mazkur ministrlik Uyg'urlarning arziga qarata oliy sudga javob yo'llagan. Ministerlik javobida Umar Uyg'ur vaqfining Pokistonga qarshi faoliyat bilan shug'ullanganligi va tashkilot mas'ullarining Amerikaga ketishni planlaganligi bayon qilinganligi, shuning uchun ularning chegaradan chiqishiga cheklama qo'yilganligi ilgari surilgan. Ministerlik suddan mazkur arzni bekor qilish bilan birga da'vogarlarni jazolashni talab qilgan. Umar Uyg'ur vaqfining boshlig'i va da'vogar Umarjon bu vaqtda to'xtalib, agar Ichki ishlar ministrligi o'zlarini Xitoyga qarshi harakat bilan ayblagan bo'lsa, buningdan faxrlanadiganligini, lekin davlat Pokistonga qarshi ayblaganligi uchun voqeadan afsuslanadiganligini bildirdi. Ammo u yana oliy sudning oxiri to'g'ri qaror beradiganligiga ishonadiganligini eskartib o'tdi. G'ulja Turpan yuzi dehqonlari Xitoyda belgilangan qonun nizomlar bo'yicha arz qilib, ma'lum natijaga erishganligini, ammo oxirgi maqsadga yetmaguncha arz qilishni to'xtatmaydiganligini bildirdi.
yezliq va noyilik hukumatning zo'ri bilan bog'varalarini Beijing Çinhua şirketiga setib berishga majburlangan Turpan yuzi yezdiki 10 necha dehqon 2009 yili 10 oydan boshlab arz qilishni davomlashtirgan. Dehqonlarning bildirishicha, ular 2 yildan ortiq arz qilish orqali navbatda ayni chog'da majburiy holda arzon setib etilgan yerlar uchun yuqorisi 300 necha ming, tövini 90 ming yuan atrofida to'lam pulga erishgan. Dehqonlar o'z bayonlarida bugünkidek natijaga erishishda Xitoyda belgilangan qonuniy tartiblar bo'yicha arz qilishni davomlashtirgandan boshqa, yezda yuz bergan nohaqchiliklarni xalqaro matbuotlarga anglatganligining ma'lum natija berganligini, erishishga tegishli qonuniy haq-huquqlarni talab qilish irodasidan yonmaydiganligini bildirdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Prezident Obamadan Xitoy muavin davlat raisi Shi Jinping bilan ko'rishganda Xitoy kishilik huquq masalasini jiddiy masalalar qatorida o'tirg'a qo'yishni talab qildi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo ishlari direktori Sofiya Richardson xonim Xitoy hukumati Shi Jinpingning ziyoratining taraqqiyotiga yaqindan diqqat qiladiganligini eskartib, Xitoy kishilik huquq vaziyatining nacharlashayotganligi nihoyat aniq ravishda o'tirg'a qo'yilmasa, bu Xitoyda har kuni o'zining huquq uchun kurash qilayotgan barliq kishilar uchun nihoyat ichinishli bo'lishi mumkin deb ko'rsatgan. Uningdan boshqa Amerika Uyg'ur kishilik huquq programmasining yuqori darajalik tadqiqotchisi Henry Shijevski Shi Jinpingning ziyorati Obama hukumatining kishilik huquqni o'tirg'a qo'yishiga yaxshi fursat ekanligini bildirdi. Amerika prezidenti Obama seshanba kuni davlat majlisida bergan Amerikaning umumiy ahvoli haqidagi nutqida Xitoyni bir necha qitim tilga oldi va Xitoyning nomuvofiq savdo xohishiga qarshi tadbirlarni oldiganligini bildirdi. Obama Amerika iqtisodini ziyonga uchratayotgan saxta va xatarlik mallar hamda xalqaro savdo prinsiplari qilayotgan xilofliklar haqida to'xtalganda Xitoyni imo qildi. Obama yana Xitoyda o'g'irlikcha setilayotgan Amerika ahli mulk mahsulotlari, Xitoydan keladigan nachar sifatli tovarlarning Amerika iqtisodini ziyonga uchratayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Obama bu xil ahvolga taqobil turish uchun alohida xizmat guruhi tashkillab, Xitoydan keladigan mallarning bexatarligini tekshiradiganligini hamda Xitoyni savdo tashkilotlarining prinsiplariga bo'ysunishga chaqiradigan tadbirlarni oladiganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.